Salom hammaga. Bugungi mavzu atbor aksiya. Ro'yxat bo'yicha bizda 3-dars bo'ladi. Ya'ni birinchi dars trading haqida, trading nima uchun tanlashimiz kerak. Shu haqida ikkinchisi kirish chiqish, svechalar, orderlar haqida, yapon shamchalari haqida. Bugungi dars bizda atbor aksiya. In play aksiyalar, ya'ni Amerika fond birjasida 7,5 mingta aksiya bor, 8,5 mingta o'zi instrument bor, mingta ETF ga 7,5 mingdan ziyod aksiya bor. Biz uni hammasini savdo qila olmaymiz. 0,01 sentdan boshlab to 440 necha ming dollargacha. Ob'yom bir xillarda bor, bir xillarda yo'q. Bir xillarda ko'pchilikda yangilik bo'lmaydi. Biz aynan bugun savdo qilinadigan aksiyalarni qanday atbor qilamiz? Ko'p so'rashadi. Har kunlik aksiyasi bormi? Har kun savdo qilinadigan. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni kecha yangiligi chiqqan aksiya bugun savdo qilib bo'linadi. Yo bugun bozor ochilishidan oldin qanaqadir yangilik chiqqan aksiya bugun savdo qilinadi. Ertaga balki bo'lishi mumkin, ertaga balki savdo qilishimiz mumkin. Maksimum 2 kun, 3 kun, maksimum bu. Undan ortiq savdo qilinmaydi. O'sha Apple deymizmi, Tesla deymizmi, bo'ldi, o'zini yangiligi chiqqan kunda savdo qilinadi. Masalan, oddiy mana hozirlarga misol ko'rsataman. Mana bugun yangilik chiqqan aksiya, mana Cosm degan aksiya mana. Bugun yangiligi chiqqan 30 sent atrofda turgan, 30 sent, 40 sent, 25 dollargacha o'sdi. Mana foizi hali ham tushgani bu. 6,5 ming foiz o'sgandi. Bu hech qanaqa birjada bo'lishi mumkin emas. Forexda ham, kriptoda ham 6,5 ming foizga bir kunda o'syapti mana. 30 sentdan 25 dollarga chiqadi. Prosta dahshat. Yoki mana bu aksiyani olamiz. 25 foizga qulagan mana. Bo'ldi, boshqa kunlar bir xil yurgan mana. Boshqa kunlarga qaranglar, bir xilda yuravergan. Mana bugun yangilik chiqqan tushgan. Mana shunaqa aksiyani qanday qilib tanlaymiz biz? Har kun bir xil aksiya savdo qilib bo'lmaydi. Yoki Spy, yoki Apple, yoki Tesla, yoki Cola, farqi yo'q. Qaysi bo'lsa ham tinimsiz har kun qilib bo'lmaydi. Faqat qilinishi mumkin отчетda chiqqanda yoki yangilik chiqqanda qilinadi. Bo'ldi, boshqa payt qilinmaydi. Biz shuni bugun o'sha qanaqa yangiligi bor aksiya, qanaqa aksiya tanlaymiz, bugun qanaqa aksiyada savdo qilamiz, shu bo'yicha dars bo'ladi. Bu yangi treyderlar uchun, endi boshlaganlar uchun oson shaklda, juda ham oson bu. Aslida agar kengaytirib o'tadigan bo'lsak, kengaytirib qiladigan bo'lsak, boshqa holatlar ham bo'ladi. Unga endi boshlaganlar qiynalib qolishi mumkin. Chunki secondary, ya'ni ikkinchi kunga ham qarashimiz kerak, nima uchun qarashimiz kerak? IPOlarni ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kunlarga qaraymiz, qanday holatda bo'lsa qaraymiz, yoki pump bo'lgan aksiyalar, o'sha mana hozirgi aksiyani ko'ryapmiz. Mana bu Cosm degan tikeri aksiya tepada turib qoldi, bo'ldi bu. Ertaga buni yana qarashimiz mumkin. Hali hech narsa o'sdi, ertaga tushishi mumkin yoki yana o'sishi mumkin. Mana shu aksiyalarni, hali yangiligi bor aksiyalarni, o'sha qiziq joyda qolib ketgan aksiyalarni biz yana qarashimiz mumkin. Boshqa aksiyalarni, deylik, yangiligi yo'q aksiya bizga kerak emas. O'shanda umumiy kattaroq atbor qila oladigan bo'lsak, mana shu paytda tanlab olinadi. Bu o'sha optdan. Bizga shunchaki bugun ishga keldik. Deylik, biz savdo qilishni bilamiz, kirish chiqishda, tradingdan xabarimiz bor, ya'ni ko'p pul ishlasa bo'ladi, ishlash mumkin. Demak, bizda o'sha motivatsiya bor, ishga bo'lgan, pulga bo'lgan. Endi savdo qilishni bilamiz. Endi nimadan boshlaymiz? Xo'p, kelamiz. Bizda hech narsa yo'q savdo qilishga. Qanday aksiya bizga qiziq, aksiyalarni qanday atbor qilib olamiz? O'sha aytganimdek, bu endi boshlagan treyderlar uchun yoki opti bor, yaxshi darajaga chiqmagan treyderlar uchun, keyinchalikda xudo xolasa yana ham kattaroq atbor qilishni o'rgatamiz. Demak, boshladik. Biz keldik. Hech narsa yo'q. Biz bilmaymiz nima savdo qilishni. Demak, biz bu yoqda ajratganmiz. Bilasizlar, aksiya faqat ikki tarafga yuriydi, yoki tepaga yoki pastga. Endi to'g'riga ham yurishi mumkin, bu qachondir yana qaysidir tarafga yuradi. Demak, bizda ikkita ideya bor. Long, ya'ni tepaga o'sishi mumkin, yoki short, pastga tushishi mumkin. Biz o'sha ikki xil ideya bo'yicha aksiyalarni atbor qila olamiz. Bu uchun saytlar haqida
Bu yoqda birdan yozib ketamiz. Demak, biz ishlaydigan saytlar, birinchi saytimiz bu finviz.com, ikkinchisi benzinga.com, keyingisi bor Yahoo Finance, o'rtada nuqta bo'lishi kerak. Keyingisi ipios.com. ipios hozir u IPOlar haqida IPOlarni chiqaradi, faqat IPO uchun kerak, undan foydalanmaymiz hozircha. Demak, bizda 3 ta sayt bor, asosiy saytimiz. Finviz, Benzinga, Yahoo Finance. Finviz mana bizda Finviz ko'rib turibsizlar, bu elit varianti. Elit, ya'ni elit degani platin versiyasi. Bunda aksiyalarni o'sganini sразу ko'rsatadi. Boshqa filtrlarda ko'p o'zgarishlar, qulayliklari bor, ya'ni atbor qiladigan aksiyada. Shuning uchun Finvizda elitni, demak, o'quvchilarimizga hammasiga beramiz. Elit biza mana ko'rib turibsizlar, 8441 ta aksiya bor. Bularning ichidan ko'ramiz, mana umuman ob'yom o'tmagani bor. Umuman ob'yom o'tmagan. Juda ham ko'p, 336 million ob'yom o'tgani bor. Ob'yom bu kimdir kiradi, kimdir chiqadi, qo'shiladi bu yoqqa. Masalan, men 1000 ta oldim, 1000 ta chiqdi, 2000 ta qo'shiladi. Kimdir 5000 ta oldi, 5000 ta chiqdi, 12000 ta bo'ldi уже. Mana shu narsa aylangani. 200 ta kirildi, 200 ta chiqildi, million ta kirildi, million ta chiqildi, o'sha qo'shib boriladi. Общий aksiyalarni umumiy savdosi 336 million bor. Endi aksiyalarning narxi mana 454 ming dan bu bitta, undan keyingisi уже 4000 ga tushib qoladi. Bu 454 ming bu Buffett kompaniyasi. Buffettni ko'pchiliklar bilasizlar. Warren Buffett bu bizni как бы kollega hedge fond o'sha investitsiya bilan shug'ullanadi. Keyingisi narxi mana 001 dan boshlanadi. Shunaqa. Undan keyin bu joyda mana 980 ming kompaniyani umumiy qiymati 980 ming dollarlik aksiya bor va eng qimmati bu 2 trillion 178 milliard dollar. Bu, конечно, Apple, undan keyin Microsoft, Google, Amazon, Unish, Tesla, J&J, Home va hokazo shu bo'yicha tartibda ketaveradi. Demak, biz hammasini savdo qila olmaymiz buni. Bu tarafda mana bu boyagi Kosim degan aksiya 6800% o'sib ketgan, 250% o'sib ketgan va hokazo. Mana bunda 250% o'tsa ham ob'yom kam, 21 mingta kun bo'yi. Bu juda yomon. Bu tarafda demak tushib ketgan aksiyalar mana 74% ga qulagan. Bugunning savdo. Bu bugunlik natija. Shuning uchun biz hamma aksiyada savdo qila olmaymiz. Bizga in-play bo'lgan, o'zimizga kerakli bo'lgan aksiyalar kerak. Buni tanlash uchun demak o'sha saytlarimizni ko'rsatdik. Keyingisi mana Yahoo Finance. Yahoo Finance. 3 ta sayt. Eng asosiysi demak Finviz. Finvizning yomon tarafi pre-market to'rdan ochiladi deganmiz. Ertalab to'rdan pre-market ochiladi, lekin Finviz 8 dan ko'rishni boshlaydi. Mana pre-market aksiyalar o'sgan yoki tushgan yoki avtomarketda, ya'ni bozor yopilgandan keyin, kecha bozor yopilgandan keyin aksiyaga yangilik chiqqan, отчет bo'lgan, o'sgan yoki tushgani, mana shu aksiyalarni bu 8 dan keyin ko'rishni boshlaydi. Bitta no taraf shu. 8 dan keyin. Shunisi yomon. Biz ungacha 6 dan savdo qilishni boshlaymiz. 2 soatdan keyin bu real vaqt bilan ko'rsatib boshlaydi. Ungacha dam olib turadimi? Xullas ko'rsatmaydi bu. Shuning uchun biz 8 gacha mana bu saytdan foydalanamiz. Benzinga. Mana benzinga.com, demak, buni ochamizda. Mana bu joyda markets degan joy bor. Markets. Bunga bosmaymiz. Prosta tutsak, hammasiga tutsak o'zi ochilaveradi. Pre-market, mana avtomarket da ko'rishimiz mumkin. Avtomarketda nima bo'lgan? Bizga pre-market muhim. Pre-marketda nima bo'lgan? Ya'ni bozor ochilishidan oldin bizga qanday in-play aksiyalar bor? Mana turibdi bu yoqda. Demak, bu narsa kecha
bozor yopilgandan keyin bo'lgan holat. Bugun shunaqa. Kecha bozor yopildi. Bozor yopilgandan keyin bilasizlar savdo qilish mumkin, avtomarketda savdo qilish mumkin, primarketda savdo qilish mumkin. Shu o'rinda aytib ketaman, bizga qanday aksiyalar qiziq? Bizga kecha bozor yopilgandan keyin объем kelgan, yangilik chiqqan aksiya qiziq, chunki hali u sveji. Endi объем keldi, endi yangilik chiqdi. Va bugun bozor ochilishidan oldin pre-market ikki xil toifadagi aksiya qiziq. Agar mana masalan bugun bozor yopilgandan keyin qaysidir aksiya yangilik chiqsa, demak bizga u erta qiziq. Bugun qiziq emas. Bugun bilmaymiz ham unga yangilik chiqadimi yo'qmi. Yoki o'tgan kuni yoki 3 kun oldin qaysidir aksiyaga yangilik chiqqani o'sha kunning o'zida qiziq. Bizga bugun bozor ochilishidan oldin va kecha bozor yopilgandan keyin hali ularda savdo qilinmagan. Agar pre-market, avtomarket hisobga olmasak, hali switch turibdi, hali yangiligi bo'yicha yurmagan. O'sha aksiyalar qiziq. Demak, bizda bu o'sgan taraf, mana gainers va losers. O'sgan taraf, bu tushgan taraf. Qanday tanlay olamiz? Demak, bu taraflarni faqat long ideya. Bu o'sgan aksiyalar, demak, o'sganmi? Demak, nimadir yaxshi yangiligi bor. Bu taraf tushgan aksiyalar, tushganmi? Demak, nimadir yomon yangiligi bor. Bo'ldi. Bu endi men bu narsani masalan sodda qilib tushuntiryapman. Bu bilasizlar, endi boshlagan treyderlar uchun. Oddiyroq qilib tushuntiryapman. Agar masalan bu tarafdagilarni o'sib ketgan aksiyalarni biz tushiga ishlashimiz mumkin. Yoki tushib ketgan aksiyalarni qaysidir ma'noda qanaqadir объем kelsa yoki bizni strategiya bo'yicha signal beradigan bo'lsa, o'sishiga ham ishlashimiz mumkin. Lekin hozir ularni ham qo'shib aytadigan bo'lsam, sizlarga juda ham og'irlik qilib ketadi. Shuning uchun bu taraf deymiz o'sadigan aksiyalar, ya'ni biz buni faqat longga qaraymiz. Bu tarafda tushgan aksiyalarni shortga qaraymiz. Endi savol tug'iladi. Buni o'sgan tushganni nimaga qarab hisoblaydi? Nimaga qarab bilinadi? Bu foizi, o'sgan foizi kecha 16:00 da bozor yopilishiga qarab. Aksiya 16:00 da nechida yopilgan bo'lsa, demak o'shanga nisbatan olinadi. Misol uchun, aksiya agar kecha 16:00 da 20 da yopilgan bo'lsa, bugun pre-marketda aksiya yangilik chiqib o'sgan 30 da turibdi. Demak, aksiya 50% o'sgan. Yoki kecha aksiya 5:00 da yopilgan 5:00 da yopilgan, $5.07 da yopilgan, $5 da yopilgan, bozor o'sha 16:00 da yopildi. Pre-marketda nimadir yangilik chiqdi, o'sdi yoki tushdi. Deylik, o'sdi aksiya. $10 ga o'sdi. $10 gacha bo'ldi. $5 dan $10 ga o'sdi. Demak, aksiya 100% ga o'sgan. Mana shunday qilib ko'pchilik adashadi, nimaga nisbatan foiz olinadi. Bozor aksiya kecha 16:00 da yopilgan narxiga qarab hisoblanadi. Bu yoqdan adbor qilishni boshlaymiz. Demak, bizga eng muhim narsalardan bittasi bu price. Ya'ni boya ko'rdik 0.001 sentdan boshlab $400,000 gacha. Biz ularda savdo qilmaymiz. Bizga o'zimizda определенный diapazon bor, shu bo'yicha savdo qilamiz. Endi boshlagan treyderlar uchun men maslahat beraman, $1 dan $20, $30 gacha. Biz bu yoqda o'rtacha $1 dan $40 gacha oldik. Bu yoqda ko'rsatib boraman. Demak, price $1 dan $50 gacha. Keyingisi change bu o'sha o'sgan foiz dedik. Change o'sgan foizi 10% dan yuqori bo'lgan aksiyalar. Change 10% dan yuqori bo'lgan aksiyalar. Endi savol 9%, 8% dan bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Bu o'rtacha bilasizlar, tradingda 100% lik narsa yo'q. 100% nimadir bo'lishi mumkin emas. 100% hech kim garantiya bera olmaydi. Biz ehtimollar nazariyasidan hisoblab ideya qilamiz. Ya'ni aksiya 50-50 turibdi, masalan, o'sishi yoki tushishi mumkin. 50-50. Yomon yangilik chiqdi, demak 60 ga 40 bo'ladi. Bozor pastga qarab qulayapti, 70 ga 30 bo'ladi. Qanaqadir urinlarni urib ketgan, 80 ga 20. Mana shunaqa urinlarni hisoblaymiz. Hozir bu yoqda 10% dan yuqori deyapmiz. Nima uchun 1%, 2% emas? Agar yangilik zo'r bo'ladigan bo'lsa, demak aksiyaga talchoq berish kerak, aksiyani o'stirib yuborish kerak, yangilik. 1%, 2% bu har doim mana 7,5 mingta aksiya bor, hammasida bo'lishi mumkin u.
1% tepaga, 2% pastga, mana shunaqa hammasida bo'lishi mumkin. Lekin bizga shunaqa yangiliklik aksiya kerak. Aksiyani shunaqa aksiya kerak, aksiyani 10%, 20% ga o'stirgan bo'lsin. 5%, 6% u foiz emas. Balki 9% bo'lib qolsa, qiziqroq bo'lsa olishimiz mumkin. 8% bo'lib qolsa, qiziqroq bo'lsa olishimiz mumkin. Lekin o'rtacha 10% dan yuqori demak bizga yaxshi. Birinchisi narx bo'ldi, $1 yuqori. Endi ikkinchi savol yana nima uchun $1 yuqori? 50 sent, 40 sentlarcha. Tradingda juda ham muhim narsa bor, bu fokus. Agar bilasizlar bizda juda ham tez, ya'ni agar 10 sekundga bu yoqqa qarab qo'ysak yoki chetga yoki nimadir chalg'ib qolsak, aksiya o'sha zahoti ketib qolishi mumkin biz kutgan aksiya. Biz ulgurmay qolamiz. Shuning uchun fokus juda ham muhim. Biz tanlagan aksiyalarimizga fokusimizni qarab turamiz. Endi tasavvur qilinglar, $40 aksiya juda ham kam hollarda 100%, 2% ga 40 sentlik aksiya juda ham kam hollarda 100%, 200% ga o'sib ketadi. Deylik, mayli, gruba qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, juda ham bir zo'r yangilik chiqib 20% ga o'sdi yoki 50% ga o'sdi. 40 sentlik aksiya 50% ga o'sdi, bu 20 sentliga 60 gacha chiqishi mumkin. Bizga bu juda ham kam. Bizga bu to'g'ri kelmaydi. Biz shuncha kutamiz 20 sent uchun emas. Biz 50 sent, $1, $2, $3 va hokazo katta summalar, katta diviziyalarni olib chiqishimiz kerak. Shuning uchun 50 sent, 40 sentliklar kam. Balki 90 sent, 95 sent bo'lsa olishimiz mumkin. Shuning uchun bu yoqqa $1 dan yuqorida bo'lamiz. Men hamma o'quvchimga $1 dan yuqori bo'lgan aksiyalarni tavsiya qilaman. Mana masalan, mana minim degan aksiya 50% ga o'sgan, 26 sent bo'lgan. 13 sentdan turgan, yana 17 sent turgan, 17-16 sent 50% ga o'sdi. 8 sent uchun biz kiramiz abiyon, biz e'tibor qilamiz, unga kuzatamiz, 8 sent uchun emas. Yoki bunisi mana 20% o'sgan. Shuning uchun bularni olmaymiz. Demak, birinchisi price $1 dan yuqori, ikkinchisi change 10% dan yuqori. Keyingisi eng muhim narsa, biz tradingda qaysi strategiya bo'yicha savdo qilmaylik, nima savdo qilmaylik, birinchi o'rinda abyomga qarashimiz kerak. Yangilik zo'r bo'lib tursin yoki yomon bo'lsin, yoki aksiya vashi zo'r bo'lsin, aksiyani o'zi. Lekin abyom bo'lmasa kimga kerak bu aksiya? Ya'ni qiziqish bo'lmasa, aksiyaga yaxshi aksiyaga, yurmoqchi bo'lgan aksiyaga qiziqish kelaveradi. Ya'ni traderlar qiziqishni boshlaydi. Traderlar qiziqmayaptimi? Bizdan aqllar qiziqmayaptimi aksiya? Demak, biz qiziqqanimizdan befoyda. Shuning uchun keyingi eng muhim masalalardan bittasi bu abyom. Ya'ni traderlar o'sha savdo qilishni boshlashi kerak. Bu pre-marketda deylik, emas, bu o'sha pre-marketda 50 mingdan yuqori bo'lishi kerak. Men bu joyda yozib qo'yganman. Demak, birinchisi price, change, long ideyalar uchun. Keyingisi 50k, ya'ni 1000. Agar M qo'yiladigan bo'lsa million bo'ladi. Bizga 50k, 50 mingdan yuqori bo'lishi kerak. Siz pre-marketda keldingiz. Masalan, biz aytganmiz 6 dan keyin savdo qilishni boshlaymiz. 6 dan keyin yaxshi. Ertalab Amerika vaqti bilan. 5 da keldingiz masalan, aksiya adbor qilyapsiz, shunda nima qilsak bo'ladi? Unda 25 ming, 20 ming o'tgan bo'lishi mumkin. Uni ham olsak bo'ladi adbor qilib. Yoki siz 6 dan oshib ketdi, qaradingiz aksiya 40 ming, 30 ming kelgan olmay tursangiz, keyin birdan abyom kelib qolishi mumkin. Qiziqish o'sha 20 ming, 30 ming qiziqish bor, savdo bo'lgan, keyin kelishi mumkin. Shuning uchun biz o'rtacha deylik 6 da keldingiz, o'rtacha 50 minglik aksiya o'tgan bo'lish kerak. Ya'ni qanaqadir qoida bo'yicha savdo qilmaslik kerak-da, buni ma'nosini chiqarib olish kerak. 50 ming degan ma'nosi, 50 ming degan mingta abyom o'tgan degan ma'nosi qandaydir qiziqish bo'lgan aksiya degan. Masalan 50 mingdan past bo'lsa olmaymiz emas. Masalan, hozir 25 mingta abyom o'tgan bo'lishi mumkin. Erta 1 mingdan keyin, siraz 1 mingdan keyin 100 mingta abyom o'tib kelib qolishi mumkin. Shuning uchun biz har nimada qarab turaveramiz, obnavent qilamiz, mana bu joydan qarab turaveramiz. Qani nima o'zgarish bo'ldi, nimada abyom keldi, qarab turaverishimiz kerak. Bu yoqda bitta ko'rib tanlab olib boshqa qaramaslik kerak emas. 8 gacha qarab turaverish kerak. 8 dan keyin o'sha finvizdan ko'rsak bo'ladi, grafiklar bilan birga. Shuning uchun demak, long ideyalar uchun birinchi o'rinda narx $1 dan yuqori bo'lishi kerak, change 10% dan yuqori bo'lishi kerak. Buni sababini aytdik, kuchli yangilik bo'lishi kerak, o'sha 10% ga aksiyani o'stirish kerak. Yana o'ylashingiz mumkin, xo'p, 10% o'sgan bo'lsa aksiya yana o'sishi mumkinmi? O'sishi mumkin. Mana 6000%, 6,5%lik aksiyani ko'rdik. 6,5% ga o'sgan. 100% o'sgan bo'lsa, yana ko'rishimiz mumkin.
Keyin o'sha bitta ключевой joy bu qimmat foizlar, qimmat aksiyalarda mana $50, $30 aksiyaga 30%, 40%, 50% o'sgan bo'lsa, uni yana ko'rmasligimiz kerak. Bu yoqda ikkita narsa bor-da. Bu yoqda oddiy aksiya bor. Oddiy o'zining yangiligi bilan o'sadigan aksiya bor. I pump and dump bo'yicha o'sha strategiya bor. Ya'ni mana bunaqa bo'ladi. Masalan, bu o'ylaysizlar o'zining yangiligi bilan o'syaptimi? Yo'q, bu panika bilan o'syapti. Ya'ni margin call'lar ishlab ketyapti, traderlar qiziqib short qilishni boshlaydi, undan keyingi kuch long qiladi, short qilganlar yopilib ketadi chunki ular uzoq longga chidolmaydi, ular chunki shortga kirgan tushishiga. Shu uchun bu narsa mana hozir tushyapti. Mana qarab turibsizlar, mana hozirda o'zida 25 dan mana 15 ga tashadi. 10 point prosta tashadi. Bu erta yana tashlaydi. Bu demak keyingi ish. Ya'ni aksiya pump bo'ladi, keyin dump bo'ladi. Bo'ldi 1 kun 2 kun ichida. Yana qimmat aksiyalar demak ular o'zini yangiligi bilan o'sgan bo'lishi mumkin. Ularni pump and dump qilish qiyin. Shuning uchun u narsaga to'xtalmaymiz. Agar o'sha chuqurlashadigan bo'lsa, mana ko'rib tursizlar, odam qiynaladi, chalg'iydi. Shuning uchun demak bizga bu taraf long, bu taraf short bo'ldi. Bu taraf o'sgan aksiyalarni short qilmaymiz, tushgan aksiyalarni long qilmaymiz. Hozircha endi boshladik chunki biz. Keyingisi bu loserslar, ya'ni tushgan, nimadir yomon yangilik chiqqan, tushgan aksiyalar. Bu ham buni endi $1 emas. Buni $1 emas, $4 olamiz. Faqat shunda farq qiladi. Sabab $2 aksiya 50% tushgan, $1 ga tushib qolgan, yana qancha tushishi mumkin? Shuning uchun arzon, ya'ni bizda eng muhim narsa aytdik-ku, fokus deb. Undan keyin o'sha aksiya potensiali kam juda ham. Arzon aksiyani yana arzon bo'lish potensiali juda ham kam. Masalan, $1 aksiya 30 sentlik aksiyani ko'rdik, $25 ga chiqib ketdi. 30 sentlik aksiya $25 ga chiqib ketdi 6,5% bilan. Endi 30 sentlik aksiya qancha tushishi mumkin? Maksimum tushsa 30 sent tushadi. Maksimum bankrot bo'lsa yoki 50 sentlik aksiya 50% tushadigan bo'lsa, u 25 sentga tushadi. 50% juda ham katta narsa, lekin bor yo'g'i 25 sent. Shuning uchun shortga biz savdo qilmoqchi bo'lgan aksiyalar $4 dan yuqori, jelatinni $10 dan yuqori bo'lishi kerak. Chunki potensial ko'proq bo'ladi. Longga potensial cheksiz, ketishi mumkin. Lekin shortga potensial chegaralangan. Shuning uchun faqat demak narxda farq qiladi. Bu price $4 dan $50 gacha change 10% dan past. Ya'ni -12%, ya'ni qulagan bo'lish kerak. 9% bo'lib qolsa nima qiladi? Olamiz 9% ham. Agar yangiligi yomon bo'lsa. Endi aytdik-ku, bu narsa ehtimollar nazariyasi. Ya'ni biz o'sha qolipga solingan tradingdan qanaqadir narsa yo'q-da. Biz o'sha to'g'ri keladiganini aytamiz. Masalan, 10% desak, agar 9% deganimizda nima uchun 8% emas degan savol tug'iladi. Bu o'rtacha 10% dan past bo'lishi kerak. Endi bu gapga to'xtalavermaslik kerak. Men o'z o'quvchilarga go'xda nima bo'lib qolaman? Shunaqa bo'lganda 9% bo'lsa nima bo'ladi deydi yoki 8%. Agar yangilikni o'qiymiz, yangiligi yomon bo'lsa yana ko'ramiz, chunki hali yurmagan. Deylik, change 10% dan yuqori, 12% o'sha minusda, volume 50 mingdan ziyod. Volume bir xil hammada. Ya'ni pre-marketda keldikmi, aksiya tanlayapmizmi, o'shanga qiziqish bo'lgan bo'lishi kerak. Pustoy turmaslik kerak. Nimadir qiziqish bo'lgan bo'lishi kerak. Endi keyingi masala soat bozor ochilishda 8-9 larda bozor ochilishga yaqin 9:30 da ham 50 mingmi? Yo'q. O'sha bozor ochilgandan keyin biz Finvizda alohida obzor qilamiz. Finvizda qanaqa nastroyka, qanaqa filtr qilishdi, o'sha bozor ochilgandan keyin bizga ko'proq ob'yom. Agar bozor ochilgandan keyin ham 50 ming turadigan bo'lsa, u bizga umuman kerak emas. Poetapma ob'yomni oshirib borishimiz kerak. Ya'ni pre-marketda 50 ming, bozor ochilgandan keyin 300 ming, obedga kelib 1 million, mana shunaqa bo'lish kerak. Aksiyada qiziqish bo'lish kerak. Demak, bu yoqda
short pozitsiyalar uchun, ya'ni short ideyalar uchun $4 dan $50 gacha bo'lish kerak. 10% dan yuqori bo'lish kerak. Pre-marketda 50,000 ob'yom o'tgan bo'lish kerak. Pre-marketda. Pre-market tushuningizda bu bozor ochilishidan oldin. Shunday qilib, biz oson, juda ham oson ko'rdingizlar. Oddiy ish. Kelamiz, benzinga ochamiz, marketni bosmaymiz, qaraymiz. Market mana tayyor. Men endi shu narsaga garantiya beraman. 90% mana shunday adbor qilib olgan aksiyalar yuriydi. 90% yuriydi. Misol uchun EXAS. Oddiy EXAS. Mana bu aksiyaga qaranglar, mana boya ko'rganimizda 15 ida 2-3 minut o'tmadi o'rtadan, mayli 5 minut o'tdi. O'sha 12. Bu pump deyiladi, ya'ni aksiya o'sdi, qaytib tushadi joyiga, bo'ldi. Mana bu joyda bizda bor, mana EXAS. Mana 56 dan 51 gacha tushgan. 51,5 gacha tushgan. 4,5 point. Boya aytganimizdek qimmat aksiya, bularni yana darshi long qilmaymiz. Chunki buni yangiligi boshqa. Bu boshqacha strategiya bo'yicha. Arzon aksiyalar prosta pump bo'ladi, qaytadan bo'ladi, lekin bu yangilik bilan bo'lgan. Keyingisi GH masalan, mana. Bu ham xuddi shu narsa. Boya shuni aytish esimdan chiqib ketdi. Qaranglar. Chegara borda. Masalan, yangiliklarning ta'siri bor. Bu keyingi mavzuda aytdimki, bu sizlarga oddiy adbor. Hozir mana bu joyda deylik short bo'lgan aksiyalar juda ham kam, long bo'lgan, bizga to'g'ri keladigan aksiyalar juda ham kam. Sababi bizda hozir yangi yil oldi savdo tushib ketadi. Bozor yaxshi qimirlamaydi. Bozorda yaxshi savdo bo'lmaydi. 15-yanvardan bizda sezon boshlanadi. U payt mana bu joyda to'lib ketadi aksiya. Bu joyda ham to'lib ketadi. Mana shu joydan bir ikkita aksiya adbor qilib olamiz. Demak, Mahr bo'ladi, Tik demak $1 dan yuqori to'g'ri keladi, foiz 91% to'g'ri keladi, ob'yom 113 mingta o'tgan, to'g'ri keladi. Keyingisi minim 0,26 sent, 26 sent, demak o'sha birinchisidan to'g'ri kelmaydi. Qolgani to'g'ri kelsa ham bo'ldi, bizga musor u. Uchalasi ham to'g'ri kelish kerak bizga. Biz adbor qila olishimiz uchun uchalasi ham to'g'ri kelish kerak. Bittasi to'g'ri kelmasa, bitta o'sha talabimizga javob bermasa, bizga o'sha kerak emas. Lanov bu tickeri, kompaniyaning nomi Lanvin Group ekan, holdings. Price to'g'ri keladi, change to'g'ri keladi, ob'yom to'g'ri keladi. Keyingisi EXAS, price to'g'ri keladi, foiz change to'g'ri keladi, ob'yom to'g'ri keladi. Keyingisi AOV $1 dan yuqori to'g'ri keladi. Demak, bizda bor potensialni savdo qilishimizga aksiyalar savdo qilishimiz uchun. Keyingisi demak $4 dan yuqori bo'lishga to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelmaydi, price to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Bu narx to'g'ri kelar, foiz to'g'ri kelar, yangi qiziqish yo'q, ob'yom yo'q. Yo'q, 3600 ta aksiya to'g'ri kelmaydi. Bunisi ham to'g'ri kelmaydi. Ko'rasizlar, bu yoqda bizga to'g'ri kelgan kam. Sababini aytdik. Bozorda qiziqish, bozorda aksiyalar kam. Savdo qilinadigan in-play aksiyalar, chunki o'sha yangilik oldi. Demak, GH to'g'ri keladi. Bitta GH. Endi shunday narsa bor, to'xtalib o'tishim kerak, sizlar o'sha ma'nosini tushunishlaringiz kerak. Bir xil yangiliklar bor. Pre-market shu bo'ldi. Biz uni yana darshi shortga qaramaymiz uni. Chunki masalan hozir mana oddiy GH ni ko'ryapmiz. Mana GH degan aksiya 42 dan 23 gacha, 22 gacha qulagan, 23 gacha qulagan. Pashti 50% qulagan. U yana qayoqqa? Yana qancha qulashi mumkin? Yo'q, bir xil aksiyalar bor. Masalan, $100 dan $300 gacha 70% qulagan bo'lsa ham yana qulashi mumkin. Sababi uni yangiligi boshqa. Shunaqa yangilik chiqqan bo'lishi mumkin, butun kompaniyani barbod qilib yuboradigan. Ya'ni investigation degan yangiliklar bor. Yangiliklarning turlari haqida ma'lumot nima qilamiz? Qanday yangiliklar qanday aksiyaga ta'sir qiladi? Masalan, o'ylab ko'ringlar, deylik kompaniya отчет qildi, moliyaviy hisobot topshirdi, 100 million yillik daromad qilardi, 10 million qildi. $10 million.
Yo'q, 10% oshdi. Men sal nima qildim? 10% ga oshdi. Yillik daromadi 100 millionda 110 million bo'ldi. 10% oshdi. Demak, aksiyamiz o'ylashimiz kerak. Ha, aksiyaga qanchalik ta'sir qilishi mumkin? 10% ga aksiya уже yurgan bo'lganmiz, dash kerak emas u. Endi yurmagan bo'lsa, ha, biz 10% gacha kutishimiz mumkin u aksiya yurishini. Shuning uchun deylik bizda biz hali yangiliklar qanday ta'sir qiladi bilmaymiz. Shuning uchun shunchaki adbor qilib olamizda, finizga kirib yangilik qanaqa, u logishni uylab o'zlaringiz qaraysizlar. Chunki agar yangiliklarni ham o'tib ketadigan bo'lsa, bu mavzu qo'shilib ketadi. Hozirgi mavzu adbor aksiya, ya'ni tanlab oldik. Bu yog'i finizga kirasizlar. Mana finizga kirasizlar deylik, boyagi GH degan aksiya. Yozasizlar. Mana chiqdi aksiya. Mana bugun qulagan. Demak 16-dekabr mana qaysidir testdan o'ta olmagan. Biz o'qigandik, o'sha rak bo'yicha nima bo'yicha ishlagan investorlarni ko'ngildagidek bo'lmagan, shuning uchun aksiya tushib ketdi. Mana bosasizlar, Yahoo Finance'ga nima qildi? Mana yangiligi tayyor. Har bitta adbor qilib olgan aksiyalaringizda, demak, bu tarafga yangilikni o'qib chiqasizlar. Shunday qilib, tushgan aksiyalar, o'sgan aksiyalar ham shu. Qanaqadir aksiya tinimsiz o'sishi mumkin emas yoki aksiya tinimsiz tushishi mumkin emas. Biz tanlab oldik, yangilikni o'qiymiz, yangiligi yana ketish ehtimoli bo'lsa, potensial bo'lsa, longga qaraveramiz yoki yana tushish ehtimoli bo'lsa, potensial bo'lsa, shortga qaraveramiz. Agar aksiya uje yurib bo'lgan bo'lsa, uni yana dashni qarashdan bizda foyda yo'q. 100dan 1, 2, 5 holatda bo'lishi mumkin, lekin ko'p hollarda uje aksiya potensialni yurib bo'lgan, bo'ldi, boshqa qayerga borsin yana. Yangiligi bo'yicha yurib bergan. Deylik, sizning maqsadingiz mana bu ko'chadagi magazinga chiqib, nimadir olib kelish. Magazingacha bordingiz. Bo'ldi, uje qaytishingiz kerak. Mana yana dash ketishdan. Bo'ldi, magazindan olmoqchi bo'lgan narsangizni oldingiz, bo'ldi, qaytasiz. Xuddi aksiya ham shu. O'zi maqsad yangiligi bo'yicha qaysidir nuqtaga bordi, bo'ldi, o'sha yerda qoladi yoki adkat qiladi. Shunaqa. Keyingi yana yangiliklar bo'yicha, ya'ni har bir yangilik qanday aksiyaga ta'sir qiladi, bu bo'yicha ko'ramiz. Dars qilamiz, xudo xolasa, xudo kuch-quvvat bersa, darslar tayyorlaymiz. Hozircha shu. Demak, juda ham oson. Adbor aksiya, benzinga keldik, nima aksiya savdo qilishni bilmaymiz. Benzinga saytga kiramiz. Mana shu joydan oddiy adbor qilib olamiz. Hammaga rahmat, hammaga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz yangi videolarni qo'yamiz.